Hammaga salom. Bugun men yana qorin tash dardidaman. Ovqat qilishim kerak edi. Bugungi ovqatim sabzavotlardan. Faqat sabzavot. Boshqa hech qanday qarishma yo'q. Aralashtirmayman. Ular menga yetadi. Baqlajonim bor. Bugun go'shtsiz, qiymasiz sabzavotlardan ovqat yeymiz. Hozir buni kartoshkasini ham qo'ydim. Kartoshkasini. Qolgan sabzavotlarni otaman. Demlayman. Ovqatimiz tayyor. Buna hech qanday bir og'ir mehnatimiz kerak yo'q. Bu ko'p masalliq ham. Uylaringda nima bor bo'lsa, qo'llaringda nima bor bo'lsa, qanaqa sabzavot bor bo'lsa, to'g'raysizlar, aralashtirasizlar, qovurasizlar. Ozgina suv solib dimlaysizlar. Qanday lezzetli bo'ladiki, buni duxovkada pishirsa ham bo'ladi. Chunki piyozini qovurgandan keyin hamma narsasini aralashtirib duxovkaga otsalaringiz zo'r ovqat bo'ladi. İşte eng oxirida baqlajonni to'g'ragandim, suvga botirgandim. Achchig'ini oldim. Öyle tizasizlar, ustidan qopqog'ini qapatasizlar, yopasizlar. Bitti. Mana ovqatimiz tayyor. 15 dakikada qaynadi, chiqdi, pishdi. Biroz bor-da. Ammo bu da yana bir 10 minutlar qisiq, nima deydi, past olovda qaynataman. Tayyor bo'ladi. Boshqa hech qanday ishning keragi yo'q. Sizlarchalar. Ama bir nima demoqchiman. Yangi uy, yangi jihozlar oladigan xotin-qizlarimizga sizlarga tavsiyam, hech shunaqa qop-qora rangli, oynali